Rahman ve Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Ramazon maktublari 19-qism. Bugungi musulmonlik. Bugungi musulmonlik tirikni chalmidab o'ldirib, o'lgunida haykalini tiklab, put qilib egiladi. Tirikligida qarlab qamchilab, o'lgunida mozorliqini hurmatlaydi. Tirikni tashlab o'ldirib, o'lganda munorini tiklaydi. Tirikkan qilmagan töhbat g'aybatlar qolmaydi. O'lganda o'likning gapini qilmang deyishidi. Halbuki Qur'on o'liklarning tarixi bilan to'lgandir. Senmi so'zla, bizmi so'zlayli demasdan, yo'q, sen so'zlama, bizli so'zlaymiz. Sen so'zlasang, sening tilingni kesimiz deydi. So'zga so'z bilan teng kelolmasdan, kuch-quvvat, tahdid tuhmatlar bilan yengishga boshlaydi. Haqiqatning kuchi emas, kuchning haqiqati bilan qamchilaydi. Chunki fikrlari yo'qki, so'zi bilan qarshi tursin. Fikirga tayoq to'qmoq, til haqoratlar bilan qarshi turganlar tarix bo'yicha mavjuddir. Ular payg'ambar dushmanlaridir. Har vaqt payg'ambarlarga qarshi turganlar. Birinchi, atalmış dindorlar. Ikkinchi, boylar. Uchinchi, atalmış yurtjonlari qatorliqlar bo'lgandir. Inson hurriyatiga qadar insondir. Alloh bergan hurligimizning ustiga hech kimni chiqarmasligimiz kerak. Ba'zilari hurlikning tilini kesishni xohlayotidi. Zo'ravonlarning hammasiga la'natlar bo'lsin. Haqiqatchilarni yolg'iz qoldirishni tashviq qilyotidi. Allohing bor, g'iming yo'q, Allohing yo'q, imon bor. Haqiqat va haqiqatchining sohibi Allohdir. Payg'ambardan meros qilgan dinga ko'ra, din deganimizda aql tafakkurimizga iymon, aminlik, xotirjamlik, osoyishlik, baxt, saodat, sevgi, muhabbat, o'zaro qarindoshlik, mehr, shafqat, o'tinish, o'lishish, sukunat, ichki huzur, halovat keladi. Din amaliyotda bularning hammasini borliq keltirgan bir aqida uqumidan iborat edi. Ammo bugunchi har ishda orqada qolgan madaniyat saviyadan uzoq, insoniyat bog'chilarini xarobilikqa aylantirgan, insonlarni parcha-parcha, guruh-guruhga bo'lib tashlagan, firqlashgan, hammasi o'ziga chaqirgan, o'zlarini baxt saodat ambirining ochquchisi, qo'llarida ko'rsatgan, "Menga kel, mening rost, boshqasi yolg'on" deydigan qo'rqinchli bir narsaga aylandi. Bularning bu qilmishlarini din deb gumon qilganlar islomni yomon ko'rishmoqda. Halbuki islom boshqa, musulmonlar boshqa edi. Islom qusursiz din bo'lib, barliq kamchiliklar uning ijrochilari bo'lgan musulmonlar dedi. Haqni botil kiyimi bilan, ilohiy nurni xurofot qorong'uligi bilan, Qur'onni roman bilan o'rab qo'yganligimiz uchun bu oqibatlar maydonga keldi. Shundaqla Alloh bilan inson orasiga, Qur'on bilan bashariyat orasiga, islom va iymon bilan shaxslar orasiga vositalar, to'siqlar qo'yganligimiz uchun haqiqat bog'lariga ba'zida oq yantoq, ba'zida loylar bilan anjom tom so'qqanligimiz uchundir. Halbuki Alloh olamlarning ilohiydi. Oqning, qoraning, seriqning, qizilning, erning, ayolning, hammaning birdakla Rabbi parvardigori edi. Qur'on, iymon va islomda har bir insonning nasibasi bor edi. Chunki bu din olam shumul edi. Bu dinning asosi bo'lgan ulug' Qur'onmu olamlar usti bir ilohiy nizom edi. Har bir inson o'zininkidek yaqinlashishi, Qur'on bilan aloqa bog'lay olishi mumkin edi va shundoq qilishi lozim edi. Olamlarning Rabbi insonlardan uni xohlaydi. Uning uchun Alloh ko'plagan oyatlarda "Ey insoniyat, men sizlarning Rabbinglar emasmidim" deb savol qo'yadi. Diniy, siyosiy, iqtisodiy monopolchilar bu dinni, shundoqla dinning asosiy muqaddas Qur'onni o'zining xohishi uchun suiiste'mol qilishdi. Turkcha islom, Pokistoncha, Saudiycha, O'zbekcha islom, shundoqla milliycha va yoki jo'grafiyalik o'rincha islom, iymon ijod qilishdi. O'z siyosiy g'arziga bechora Qur'onni nayza uchi qilib ishiltishdi. Dunyoga ilm irfon taqatgan Ibn Rushidlarni va ularning asarlarini o'z qo'llari bilan ko'ydirishdi. Bu islom ummati. O'z vaqtida Ibn Rushidning kitoblari ko'ydirilganida bir o'quvchisining o'ksib yig'layotganligini ko'rgan olimning "Ey o'g'lim, kitobimga yig'lagan bo'lsang, fikr degan bir qushga o'xshaydi. Qush hamon bir kuni o'z uvusini topadi. Ammo musulmonlarning holiga yosh to'kayotgan bo'lsang, dunyo dengizimi uning ozliq qiladi" degan qurlari dal musulmonlarning bugunining sababidir albatta.
Allah payg'ambarlarni o'ldirish bilan o'z olimlarini o'ldirishni o'xshash bir xil jinoyat sifatida bayon qildi va ularga ikki olam xorliqini, ularga g'alba, ularni g'alba nusratsiz tashlanadiganligiga va'da qildi. Ali Imron 21-oyatning mazmuni. Biz millat yaxshilarni o'z qo'limiz bilan yo'qotdik. Hayotgan azor, kulfat, tuhmat tashlar atdik, tirik o'ltirdik. Olimni o'ldirish ikki xil bo'ladi. Birinchi, jismoniy o'ldirish. Ikkinchi, xalq ichida vizionini o'ldirish. Bizda har ikkilisi mavjuddir. Abduqodir va Sobit domollamlarni o'ldirish badaniy bo'lgan bo'lsa, Ablikim Mahsumajim, Sulaymon domollam va boshqalarni g'ayvat tuhmat tashlari bilan o'ldirdik. Bugungi kunda ham olim va ahli ilmlarga bo'lgan hujum dushman tarafidan bir qatam bo'lgan bo'lsa, o'z-o'zimizdan minglabcha bo'lmoqda. E'tiborsizlashtirilmoqda, yolg'iz tark etilmoqda. Fikr o'xshashmasligi tufayli chetga qaqilmoqda. Biror yangilikni o'ttirg'a qo'yuvchilarga darhol qalpoq kiydirilmoqda. Abduxoliq Uyg'urning "Pangi mangsoq ko'z ichib kofir jadid deb qarg'ushur. Bu hamoqat davrda otash bo'lib yonariman" degan misralari bugunmi kuchga egidek qiladi. Bu ish bo'lsa bir millatning zavolliqidir. Barliqqa emas, yo'qlikqa qarab qadam besishidir. Millat buyuk bir yotlashish ichidadir. Bu millat o'zidan, tabiatidan yotlashmoqda. Tabiatga, fitratga yotlashganimiz insoniy aloqalarimizga ta'sir ko'rsatmoqda. Inson insonga nisbatan unus ulfat emas, yirtqichlik, vahshiylik o'tirg'a chiqmoqda. Yasalgan din va haqiqat dini o'tirsidagi inqilobiy kurashda tovlanmoqdamiz. Оң солға хатаға майыл болмаған халыстынғы yüzлән. Allah insonni uning ustiga yaratqandir. Fitratga yüzlənген ki, әні aшу bolsa, qadru qimmat dinidir. Lekin insonlarning ko'pinchisi uni bilmaydi. Rum surasi 30-oyat. Undaqda islomga qaytmoq qadru qimmatga, sharafga, o'z fitratiga, tabiatiga va vijdoniga qaytmoq demakdir. Ba'zilar borki, fitratdan uzoqlashmagan. Sen ularga kafir, ateist, Yahudi, Nasara deysen. Amma Allah san qarab kuladi. Allah sening degining emas, o'zining qaroriga qaraydi. Eng qisqasi bugun mu'minlar qarindoshmi? O'zidimi, o'zini o'zi bildimi? Mendan keyin kuffarlarga shikoyat qilish orqali bir-biringlarning bo'yinlariga qilich urmanlar degan hadisga tushib qolmadikmi? Kafirga g'am yo'q, o'z-o'zimizga bilaklarimiz turuklik. Muhammed Allah'ның elchisidir. Onun bilan birga bo'lgan müminlar o'zaro kamtar, ezilgan, kafirlarga qarta g'ururlik, vijdonlik va shijoatlikdir. Fath surasi oxirgi oyat. Bizda bu oyatdagi sifatlar emas, tamoman ziddi mavjuddir. Kafirga xushomatchi, musulmonga qahramonlarchi. Biz o'z fitratimizda qadr-qimmat dinidimi? İnsani va odamlik sharafidimi? Musulmon bo'lish uchun eng avval inson chin odam bo'lish lozim. Duo va salom ila.